Qirg'izistondan keldik. Qirg'izistondan shu oyoqdan shikast tortib, bu Dostonjon mana Ismoiljon akaning nimalarini bizga taklif qilgandan o'zimizda bo'ldi. Gipslar bo'lgan edi. Anan u yoqda ko'ngillar ko'tarmadi. Bu yoqda ko'ngillarni ko'tarib, Dostonbeklarni, Ismoil akalarni aytdi. O'shalarga bir ko'rgazayin deb keldik. Kelgan paytimizda avvalambor gipsni ko'rdilar. Noto'g'ri qilibdilar deb gipsni olib tashlab, mening oyog'imning holatini ko'rib turib, Dostonbek o'zlari menga nima berdilar? Informatsiya berdi. Bu holatda bu operatsiya sразу qilib bo'lmaydi dedi. Bu operatsiyani bir necha kun kuzatib boramiz, undan keyin davolaymiz, undan keyin operatsiya qilamiz dedilar. Necha kun o'tdi, men 3 yo'li kelib, обследование nima qilib, собеседование bir hafta o'tdi, bir hafta o'tdi. Undan keyin kelib, yana 3 kun davolab, mana Ravshanbekjon akam ham o'zlariga yaxshi yordam qildilar. Allohdan yerga birinchidan avval Alloh bir insonni kelishlikni nasib qilsin. Ilohim. Anan o'sha odamlardan endi har biz insonmiz. Allohdan g'ana nima tilaymiz? Shifo tilaymiz. Lekin bu Dostonbek degan Ismoil akalarning ma'mulalari. Birinchi odamga bo'lgan ma'mula. Ma'mulaga Allohga shukr, alhamdulillah, rahmat. Ikkinchi bu nimalarni yaxshi qilib tuzatib nima qildi? Xudo xolasa mana oyoqlar yaxshi. Bu nima qilish, riyo qilish, boshqa qilish nimasidan niyatida emas. Mening o'zimning haqiqiy haq dilimdan bir Dostonbekka rozichilik, bu Ravshanjon akaga, Ismoiljon akalarga, bu operatsiyadagi bolalarga hammasiga rozichilik aytaman degan nimada shu narsani Dostonbekka taklif qildim. Xursandsiz-da? Xursandsiz. Allohga shukr, alhamdulillah. Og'riq yo'q. Gap yo'q aka. Biz mana uzoqdan kelib mana O'zbekistonga, tem bo'lib Farg'onaga, bizni klinikga kelib operatsiya qildirganingizdan biz xursandmiz aka. Avvalo ixlos. Endi sizda bo'layotgan holat aka haqiqatda murakkab siniq bo'lgan edi. Mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'zingiz aytgansiz. mana qarang, mana oshiq suyagi singan, mana oshiq suyagi singan, sinib ikkiga bo'linib qolgan aka. Ko'ryapsiz, bu oshiq suyagicha nozik suyak hisoblanadi, g'ovak suyak hisoblanadi. Bunga qon aylanishi ham cheklangan. Tushunyapsizmi? Yakkalanib qolgan suyak hisoblanadi. Bu haliga omadsiz sinib hisoblanadi. Lekin mana sizda kelganingizda haqiqatda gipslarimizni ham Qirg'izistonda qo'yishgan ekan. Endi hammaning o'zining texnikasi bor hayotda aka. Misol ular ham qo'ygan. Lekin bizda texnikamiz icha boshqaroq bo'lganligi hisobiga mana gipsiz ko'rganimizda gipslarimiz qisib, gematoma bo'lib, atroflari ko'karib ketgan ekan. O'shagacha ham ko'karib ketgan. Bildingiz, mana o'sha ko'karishlarni davolagani ham 10 kun vaqtimiz ketdi. Shunaqa bo'ldi. Albatta o'sha qilingan taktikalarimiz o'rinli bo'ldi. Mana boshida suvaylarni oziqlantirib oldik, bu ko'kargan joylarni tiklab oldik aka. Keyin operatsiyaga oldik. Mana operatsiyadan keyingi holatlarimiz mana chiroyli ideal darajada tiklanibdi mana. Bo'g'im funksiyasi tiklangan. Bo'lgani uchun K degan nimani qo'yibsizlar? Emblemani ham chiroylisini qo'yganmiz, ko'ryapsizmi? Qirg'iziston qilib qo'ygarsizlar. Gap yo'q aka. Emblema ham zo'r qo'yilgan. Endi ilohim bundan ham yo'lingiz ochiq bo'lib, mana shu suyaklarimiz bir-biriga birlashib, yaxshi tiklanib ketsa, bu simlaringizni bir 3 oyda olib tashlaymiz, kerak bo'lsa 3 oyda olib tashlaymiz yoki bir 6 oy turaveradi bu simlarimiz. Asosiy mana jarohatlarimiz mana birlamchi 80% bitib bo'ldi. Og'riqlaringiz necha kunda nima qilamiz? Og'riqlaringiz yo'q. Ertaga Xudo xolasa javob beramiz sizga. Xo'ja akam bilan pervaska qilamiz. Endi bizni xalqimizga biz o'sha tavsiyalarimiz hech ham kasal bo'lmasin xalqimiz. Bunaqa siniq holatda kelishmasin. Prosta har bitta joyga borganda mukammal qilinadigan joylarni tanlab, shoshilmaslikka amal qilish kerak ekan. Men ham kelganda sizga kelishim bilan Dostonbek, men yotishim kerak. Meni shu ro'shni operatsiya qilish kerak. Operatsiya qilib bermasangiz bo'lmaydi. Ro'shni qilasiz, yo'q aka, shoshilmang. Bu xavfli, shoshilmaymiz. Sekin-sekin nima qilasiz? Dorilarni yozib berdingiz, borib dorilarni olib keldim. Undan keyin mana shunday operatsiya qilasiz. Bu qolaman dedi. Unda ham yo'q. Bunda ham hali nimasi bo'lmaydi. Bundan keyin qilasiz. Ketma-ket pervaskalar qilindi. Endi mana sizga mana shu meditsinani tushuntirdik. Mana shu orqali meditsinani tushuntirdik-da. Mana misol qachondir ham hayotingizda shu atrofda tanishlaringizda shunaqangi holat bo'lib qolsa, siz bilasiz, shoshilmagan. Shoshilma. E'tiborli holatda palonchi joyga borgan yoki pistonchi joyga borgan deb tavsiya qilasiz aka. Tavsiya. Yana bir endi bu hech kimning boshiga solmasin. Alloh saqlasin. Agarda shunaqa holatga tushib qoladiganlar bo'lsa, hech bir shoshmasdan kelib birinchi maslahatni olib, doktordan ko'zamalida bo'lgan bu boshqa. Mana shunday holatda meni bir tug'an ukam bilan bo'lgan. Moskvada bo'lgan. Shu kuni ham oyog'im og'riydi aka, sizniki xavfli bo'lmaydi, yurmang dedi. Men oyog'im nima yotibsiz? Men oyog'im og'rimasa, nima qilaman?
Dedim keldim mana shuning uchun shoshilmash kerak. Shoshilmash. Shu sizning nimangiz bilan nima bo'ldida endi Allohdan ilohim aka. shifo berdi. Ilohim birinchi o'rinda men istaymanki o'sha klinikamiz boshlig'i ustozimiz Ismoil akani umrlari uzun bo'lsin. Mana hozir klinikamizni yotdingiz, xizmat ko'rsatishlar sizga ma'qulmi aka? Allohga shukr, alhamdulillah, roziman. Yaxshi, zo'r. Kilas. Yeb ichish, birinchi nima? Tozalik. Aha. Chistota deydi-ku bu ruslar. Tozalik bo'lsa, tozalik vujudi barliq narsa bo'ladi. Rizqi bo'ladi. Densovlik ish bo'ladi. Ish bo'ladi. Endi mana haligi musulmonchilik asta-sekinlik bilan ekan aka. Shu. Xudo xolasa mana kelajakda yana ham bundan-da mukammal ishlarni qilish niyatlarimiz bor aka. Elektronik tizimlarni yana ham shakllantirish niyatlarimiz bor aka. Siz bunaqa hasad yurmaysiz-ku. Bitta moslamani qo'yib qo'yamiz, o'zingizlar ishingizni qilaveradi. Knopkani bitta esangiz, o'sha knopka orqali hamma hali ishchilar kelaveradi oldimizga. Ro'shan akam bitta ezib qo'ysangiz, Ro'shan akam keladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi unaqa nimada mana rivoj ishlarimiz planlar ko'p aka. Xudo xolasa. Sog' bo'ling aka, Xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kasaldan bo'lmasin. Qirg'izistonga borsak, Xudo xolasa inshaalloh. asobiy o'tiramiz akam bilan aka, Xudo xolasa. Bitta qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Sog'ayib ketganingiz uchun ham Xudo xolasa inshaalloh. Xudoya. Arajon mana shu bizni har bitta videolarimizni olamiz. Bitta esdalik uchun bitta fotosessiya qilib qo'yasiz. Mashg'ulotda, aka. Xudo xolasa.